Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun mana Qo'yliq dehqon bozoriga kelganmiz. Makka sotgani keldik. Bozor ahvoli sizlarga yozib videoni ketida ko'rsataman. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Yana bir bor. Bugun 17-iyun. 49 qop teruvdik kecha. Daladan sotdik. Daladan 3275 tasini 2200 dan berdik. Yani daladan degani, daladan yo'l bo'yiga olib chiqib berdik klientlarga. O'tgan kuni olganlar Makka yoqib qolib, nomerimizni olib qolishdi. Shular 2200 dan kech payt tarqatib tashladik. 3275 tasini. Bugun bozorga qolgan 5 qopdan oshiqroq qoluvdi. Shuni olib chiqib 2300 dan sotdik bozorda, Qo'yliq bozorida. Men dehqonlarga maslahatim, ko'p dehqonlar o'qlab chiqyapti. Qop ichiga 1000 so'mlik makkalar solib chiqyapti o'qlab. 2000 lik makkani ichiga 1000 so'mliklar aralashtirib, o'zlari yutqizishayotganini bilishmayapti. O'qlangan makkani bir marta olgan odam ikkinchi marta olmaydi. Mana Xudoga shukr, biza kecha kechqurunning o'zida klientlar, birinchi kun olgan klientlar hammasi telefon qilib 3275 ta makkani sotdik klientlarga. 5 qopdan oshiqroq qolib ketuvdi, 400 ta. Uni bozorga olib chiqib 2300 dan sotdik bugun. Sal qimmat bo'ldi bozor. 100 so'm qimmat bo'ldi. Shunga e'tibor berasizlar. Keyin makkalari holatini tekshirib turinglar, pishib o'tib ketib qolmasin. Misol uchun makka shunaqa narsa, bir xillari oldiroq bo'ladi-da. Bitta qopingizda 70 ta, 75 ta bo'lsa, 10 ta pishgani bo'lsa ham olib sotarlar. Pishiruvchilar o'sha pishib o'tib qolganini ko'rib qolsa, 10 ta dona bo'lsa ham makkani narxini tushirib yuboradi. Makkani narxi tushishiga sababchi bo'ladi. Chunki bir ikkita ko'rsa ham ichida ko'p ekan, o'tib qolgani deb o'ylashadi ular. Shunga iloji boricha bizaga o'xshab oralab chiqinglar. Keyin hammasini birdaniga terib yuborasizlar ikkinchi terimda. Mayda yirik aralashtirib terib yuborsanglar, u narxi maydani отдельный, yirikka отдельный qilib olib chiqib sotsanglar bo'ladi. Bugun 3675 ta kecha terimiz, o'shani sotdik. Xullas, общий hisobda kecha 3666 ta teruvdik, bugun 3675 ta. Общий hisobda 7000 tadan oshdi уже makkamiz. Bu 75 sotikdagi makka, plyonka makkamiz 7000 tadan oshdi. Hali yana 3 kun tersak kerak menimcha. Hammanglar dehqonchiliginglarga baraka bersin. Aldab sotmanglar. Gunoh katta bo'ladi aldab sotishi. Keyin barakasi ham bo'lmaydi dehqonchilikka. Hamma narsa halollikda, o'qlamasdan halol ishlasanglar, Xudo xolasa, Xudoyim barakasini berib, makkalar qimmatroq sotib, yaxshi daromad qilishinglar mumkin. Bu 8 million hisobladik. 8 million 120 ming bo'ptimi? Shunaqa bo'pti o'zi. 120 ming endi zapravka qilamiz, olib chiqqanda mashinani, keyin pattasi bor, patta to'laymiz. Shularga chiqarib yubordik. Rasxotiga toza 8 million yozib qo'ydik. Kuzatib boringlar. Keyin kunlari ham qo'yib boramiz. Makka tushgan, oshgan narxlarini qo'yib, общий расходimizni qancha foyda qolishini oxirida hisoblab beramiz. Hammanglar sog' salomat bo'linglar.